Bugun muhtaram prezidentimiz havo hujumidan mudofaa tizimlari, yuqori aniqlikdagi qurollar va harbiy aviatsiyani samarali qo'llash bo'yicha tarixiy farmonni imzolab berdilar. Mazkur hujjatga ko'ra, qo'mondonlik negizida zamonaviy raqamlashtirilgan boshqaruv tizimiga ega Qurolli Kuchlar harbiy havo kuchlari jangovar qo'mondonligi tashkil etilmoqda. Shu bilan birga, yuqori aniqlikdagi qurollarga ega aviatsiya texnikalari, uchuvchisiz aviatsiya komplekslari bilan qurollangan yangi bo'linmalarni tashkil etish orqali harbiy havo kuchlarining jangovar qobiliyati va imkoniyatlarini oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilanmoqda. Albatta, ushbu farmon harbiy aviatsiya va havo hujumidan mudofaa bo'linmalarining jangovar imkoniyatlarini 2 barobarga oshishiga, shuningdek muhim va strategik obyektlarni havo zarbalaridan himoyalash qobiliyatini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, davlatimiz rahbari harbiy tibbiyot sohasida hamkorlikni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston va Turkiya hukumatlari o'rtasidagi bitimni tasdiqlash to'g'risidagi qarorni imzoladilar. Bitimga ko'ra, stomatologiya, farmatsevtika, davolash ishi kabi tibbiyotning 10 ta yaqin yo'nalishlarida mutaxassislarni o'qitish, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, o'zaro tajriba almashish va bemorlarni davolash borasida hamkorlik qilish belgilanmoqda. O'z navbatida xalqaro hamkorlikning rivojlanishi harbiy tibbiyot sohasida kadrlar tayyorlash, yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish va tibbiyotning dolzarb yo'nalishlarida ilmiy izlanishlar olib borish imkoniyatini oshiradi. Shuningdek, bugun taqdimotda mudofaa ishlari organlari faoliyatiga nol byurokratiya tamoyilini joriy qilish maqsadida harbiy hisobga olish, tibbiy va chaqiruv komissiyalarini raqamlashtirish bo'yicha takliflar ma'ruza qilindi. Unga ko'ra, 16 yoshga to'lgan va ID karta olgan o'g'il bolalar to'g'risidagi ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligining axborot tizimidan olinib, ularni avtomatik tarzda harbiy hisobga qo'yish tartibini joriy etilishi nazarda tutilmoqda. Shu bilan birga, mudofaa ishlar bo'limlarida tibbiy komissiyadan o'tish tartibi bekor qilinib, barcha tibbiy ko'rik tadbirlarini tuman va shahar markaziy ko'p tarmoqli poliklinikalarda amalga oshirish reja qilinmoqda. Ushbu takliflarni amaliyotga tatbiq etilishi natijasida fuqarolarga shaffof raqamli xizmatlar ko'rsatilib, ortiqcha byurokratiya va ovoragarchiliklarga chek qo'yiladi. Muhtaram prezidentimiz barcha takliflarni ma'qullab, bu boradagi ishlarni jadallashtirish yuzasidan bir qator topshiriqlarni belgilab berdilar. Shuningdek, harbiy xizmatchilar va mudofaa ishlari organlari fuqaro xodimlarining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan muhim qarorni imzolandi. Mazkur qaror bilan Toshkent va Samarqand shaharlarida xizmat o'tayotgan harbiy xizmatchilarga turar joy ijarasi uchun to'lanadigan pul kompensatsiyasi 25% ga oshirildi. Shu bilan birga, mudofaa ishlar organlari fuqaro xodimlarining ish haqi miqdori joriy yil 1-iyuldan 20% ga, 2027-yil 1-yanvardan yana 50% ga oshirilishi belgilandi. Taqdimot yakunida Qurolli Kuchlarimiz Oliy bosh qo'mondoni qo'shinlar jangovar shaylik va tayyorgarligini oshirish, bu borada qo'shinlarga ilg'or tajribalarni tatbiq etish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdilar. Shuningdek, harbiy ta'lim tizimidagi islohotlarni izchil davom ettirish, askarlarimizni kasbga o'qitish, oliy ta'lim muassasalariga tayyorlash, buning uchun ularga munosib sharoitlar yaratib berish yuzasidan aniq topshiriqlar qo'ydilar. Albatta, davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilgan barcha vazifalar o'z vaqtida so'z va bekamko'z bajariladi.